Hey my dear students. Today we are going to learn Unit 10, Present Perfect Continuous and Simple. I have been doing versus I have done. Let's get it started. Quyidagi misollarni o'rganing. I've been painting my bedroom. Annaning kiyimi bo'yoq bilan ifloslangan. She has been painting the bedroom. U yotoqxonasini bo'yayotgan edi. Has been painting, present perfect continuous. Hozirgi tugallangan zamon davom fe'li. Bizni ish harakatning o'zi qiziqtiradi. Uning tugallangan yoki yo'qligining ahamiyati yo'q. Ushbu misolda ish harakat, yotoqxonani bo'yash tamomlanmagan. I've painted my bedroom. Devor yashil edi. Hozir u sariq. She has painted the bedroom. U yotoqxonasini bo'yadi. Has painted, present perfect. Hozirgi tugallangan zamon. Bunda ish harakatning tugallanganligi muhim. Has painted. Tamomlangan harakat. Bizni ish harakatning o'zi emas, balki uning natijasi bo'yalgan yotoqxona qiziqtiradi. Quyidagi misollarni taqqoslang. My hands are dirty. I've been repairing the car. Qo'lim kir. Men mashinani sozlayotgan edim. The car is okay now. I've repaired it. Mashina hozir yaxshi. Men uni sozladim. Birinchi misolda urg'u ish harakatga, ya'ni sozlayotgan bo'lishga berilayotgan bo'lsa, ikkinchi misolda e'tibor sozlash ish harakatining natijasiga, ya'ni mashinaning sozligiga qaratilmoqda. It's nice to meet you. What have you been doing since we last met? Seni ko'rganimdan xursandman. Oxirgi marta uchrashganimizdan beri nimalar qilib yuribsan? Where's the book I gave you? What have you done to it? Men senga bergan kitob qani? Uni nima qilding? Ushbu misollarda ham urg'u suhbatdoshning nimalar qilib yurganligiga, ya'ni davomli harakatga va nima qilganligiga, ya'ni tugallangan harakatga berilayapti. Where have you been? Have you been playing tennis? Qayerda eding? Tennis o'ynayotgan edingmi? Have you ever played tennis? Hech tennis o'ynagansanmi? Birinchi misolda bizni suhbatdoshning aynan qilayotgan bo'lgan ish harakati, ya'ni tennis o'ynayotgan bo'lganligi qiziqtirsa, ikkinchi misolda tugallangan ish harakatning, ya'ni tennis o'ynaganning natijasi, masalan, tennis o'ynashni bilish-bilmasligi qiziqtiradi. Continuous. Davom fe'li zamon hali davom etib kelayotgan ish harakatning qanchadan beri sodir bo'layotganini ifodalash uchun ishlatiladi. Simple. Oddiy zamon How much, how many times. lar beradigan ma'noni ifodalash uchun ishlatiladi. Bunda ish harakat tugallangan. How long have you been reading that book? Bu kitobni qancha vaqtdan beri o'qiyapsan? How many pages of that book have you read? Bu kitobning qancha betini o'qib bo'lding? Birinchi misolda qanchadan beri, ikkinchisida esa nechta deb savol berilayapti. Mary is still writing letters. She's been writing letters all day. Meri hali ham xat yozmoqda. U kun bo'yi xat yozayapti. Mary has written 10 letters today. Meri bugun 10 ta xat yozdi. Birinchi gapda qiz kun bo'yi xat yozib kelmoqda, ikkinchisida esa bugun 10 ta xat yozib bo'lgan, ya'ni harakat tugallangan. They've been playing tennis since 2 o'clock. Ular soat 2 dan beri tennis o'ynayaptilar. They've played tennis 3 times this week. Ular shu hafta ichida 3 marta tennis o'ynadilar. Birinchi misolda gap nechadan beri tennis o'ynayotganlari. Ikkinchisida esa necha marta tennis o'ynaganlari haqida ketmoqda.
Masalan, No, like, believe. I've known about it for a long time. Men bu haqda ko'pdan beri bilaman. ushbu fe'llar ro'yxati Unit 4 da berilgan. Shu bilan Unit 10 o'z nihoyasiga yetdi. Endi odatdagidek Lexika.uz saytiga kirib, ushbu unitga tegishli test savollarini yechishingiz mumkin. Va odatdagidek ushbu rolikka like qo'yib, komment yozish esingizdan chiqmasin. Yaqinlaringiz va do'stlaringizga ham darslarimiz haqida xabar bering. Omad!